2010-yil Real Madrid ketma-ket 4 yil Chempionlar Ligasi nimchorak finalda qolib ketdi. Barsa esa Pep va uning tiki-takasi bilan tarixiy davrni boshdan kechirayotgandi. Real ularga qarshi hech narsa qila olmayotgan bir paytda Madridda Mourinho paydo bo'ldi. Birinchi mavsumni o'zidayoq Copa del Rey finalda Barsa taslim etildi. Keyingi mavsumda esa yanada tarixiy natija qayd etildi, ya'ni 100 ochko to'plangan holda La Ligada chempionlik. 2026-yil Peresning jamoasida yana muammolar boshlandi. Futbolchilarning janjallari, murabbiylarga keskin e'tiroz, yosh hamda tajribasiz menejerlarning jamoadan ketishi, El Clasico'dagi mag'lubiyatlar va 2 yil ketma-ket sovrinsiz mavsum. Bernabeudagi olovni o'chirish uchun Special One yana shu yerda. Endi u super figuralarni bo'ysundirishi, balansni tiklashi talab etilmoqda. Sizningcha Mourinho yana o'sha eski Realni qaytara oladimi? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Futbol olamini Futbolda kuzating, aniq zerikmaysiz.